nazariya zanjiri guruhli o'yini. Ushbu metod orqali aynan trener hozir biz kichik bir o'yinni, ya'ni guruhli o'yinni tashkil etamiz, ammo juda ham qiziqarli bo'ladi deya mana shu metodni boshlashi zarur bo'ladi. Ushbu metodni o'tkazish, ya'ni quyidagicha amalga oshiriladi. Birinchi navbatda davra tashkil qilinadi, ya'ni 1 daqiqa ichida barcha guruh a'zolari davra shaklida turib oladi, ya'ni doira shaklida turib olishadi. Ikkinchi navbatda esa barcha ishtirokchilar mana shu doira shaklida ketma-ketlikda turib olgandan so'ng tinchlik saqlagan holda nazariyalar ketma-ketlik, ya'ni nazariyalar zanjirini qabul qilishni boshlaydi. Trener boshlaydi, ya'ni psixodinamika nazariyasi bu inson ongsiz jarayonlarga bog'liq deya boshlasa, zanjir davom eta boshlaydi. Keyingi ishtirokchi navbatdagi nazariyalarni mazmunini aytadi, faqat qisqa, lo'nda va amaliyotga bog'liq nuqtalarni. Ya'ni behavioristik nazariya bu inson xulq-atvori muhit ta'sirida shakllanadi deya ma'lumotni taqdim etadi. Keyingi ishtirokchi esa gumanistik nazariya bu inson qadr-qimmatidir deya ma'lumot etadi. Va shu qatorda ketib har bir o'tilgan nazariyalar bo'yicha ma'lumotlarni taqdim etib boradi ishtirokchilar. Kuchli tomonlar nazariyasi deylik, inson resurslarga boy, ya'ni insonda resurslar bor deya ma'lumot taqdim etadi. Faqat bu yerda eslatib o'tishimiz kerak bo'lgan nuqta bor. Har kim yangi fikr qo'shishi zarur. Ya'ni oldinga aytilgan fikrlarni takrorlamasligi va yangi fikrlarni o'zlari taqdim etishlari kerak bo'ladi. Va oxirida trener mana shu umumiy nazariyalarni amaliyotga bog'lagan holda qisqacha xulosa beradi. Shu bilan nazariyalar zanjiri metodi o'z nihoyasiga yetdi.